Berin. Salom, mana do'stlar, biz hozir 4-jahon urushini qildik. Yo, 4-jahon urushini meni videoyimda qildingni, ya'ni Vietnam hamnasiga katta harf bilan Vietnamga kirsangiz o'sha 4-jahon urushini ko'rasizlar. 4-jahon bu vijvani ham o'sha videoda chiqadi. Bu vijvaniyani ular unda ham chiqadi. Давай. Oh. Biz o'zimizga uy quramiz. Akam shaxtaga quraveradi. Ko'rmaki? Yo'q, men o'zimga uy quraman, o'zimga uy quraman. Shaxtaga-da. Ko'rmi? Yo'q, shaxtaga qurgim kelmaydi, cho'taman. Do'stlar, kechirasizlar, tepada narsa turibdi. Hozir men o'sha narsani yo'qotib kelay. Yo'qotib keldim. Mana. Bo'ldi do'stlar. Endi men nerga qishloqqa borishim kerak? Bu qishloq o'shim. Qarayta. Teptibek. Hozir. Kelasana. Kelyapman. Men loh deb o'ylayapsan. Samsung telefonim zaryad tugab qoldi obunachilar. Yo'q, men yo'q. Akam zaryad topganlarida hozir o'ynagan bo'lardik. Do'stlar, bu vijvaniyamiz tugab qoldi. Kechirasizlar, boshim kechirasizlar. Men hozir yangi vijvaniyani boshlaymiz. Kechirasizlar do'stlar. Hayır. Bu 2 minutcha bo'ldi. 2 minutda men telefon zaryad tutib qoldi. Ammo o'zi jahon bo'lmaganda shunday bo'ldi.